Har doimdek ish bor. Moskvada bezabyom deganga bezabyom, abyom deganga abyom. Zuhriddin Musofir kanalida bugun ajoyib ish bor. Albatta videoga birinchi like bosamiz, kommentariyada omad Zuhriddin so'zini yozib qoldirib, kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Demak, bugun ish bor. Moskvaning sentri Vnukovada 20 ta odam kerak, ham erkak, ham ayol. Smenasi 3600 rubldan boshlanadi, u yog'i 6000-7000 rublgacha. Xohlagan odam bezabyom ishlaydi 3600 minimum, xohlagan odam abyomga maksimum 7000-8000 rublgacha. Oyligi bir oyda bir marta ish skaladda komplet o'shik, 18 dan 40 yoshgacha bo'lgan Moskva patenti bor aka-opa singillarimiz uchun bo'ladi. Kompaniya taqdim etadi sizlarga yotoq joy registratsiyasi borib kelish forma mutlaqo tekin. Oylilari bir oyda bir marta har 15-chisloda. Har hafta 3000-5000 rubldan avans. Puldan muammo yo'q, 200% ishonchli kompaniya. Ish skaladda tezda yordamda tovar yig'iladi. Valber skaladi. Moskvada Derevnya Sharapova Vnukovo rayonida joylashgan. Bu degani metro Vnukovo yoki aeroport Vnukovani atrofida Derevnya Sharapovadagi katta Valber skaladi. Bu yerga aslida 18 dan 40 yoshgacha chaqqon erkak ayollar kerak. Ishimiz ko'proq abyomga bo'ladi, shuning uchun harakat tez bo'lish kerak, tezda opit bo'lishi kerak. Agar opit bo'lmasa ham albatta telefon qilavering, sizlarga o'rgatishadi. Bezabyomda ishlab turaverasizlar, minimum 3600, bu ham $1000 kamida oylik degani. Undan tashqari yotoq registratsiya borib kelish formani ham inobatga olamiz. Bular ham mutlaqo tekin. Eng muhimi 100% ishonchli ruskiy firma Trudodagor o'yimlanigacha kompaniya topshirib beradi. U yoqdan muammo yo'q. Mana shu ishimiz kimga yoqdi? Agar yoqqan bo'lsa, quyidagi ekrandagi nomerlarimizga hoziroq aloqaga chiqinglar va o'zinglar uchun kerakli ma'lumotlarni hamda lokatsiyalarni olib, tezda bugunning o'zida mana shu ishga borib joylashinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Eng muhimi va eng yaxshisi va eng zo'ri Zuhriddin Musofir kanalida chiqadi. Shuning uchun Zuhriddin Musofir kanalidan uzoqlashmanglar.